Ushbu murojaatim Mushim Jo'rali tahririyatiga. Men Qo'rg'on Siyorovich, Qashqadaryo viloyati Sarxsabz shahar Bog'bog'on 12-uyda yashayman. Murojaatimning mazmuni shundan iboratki, men 2020-yil 2-sentyabrda Chipekesh profil korxonasidan 3 oyoli lochin markali motor sotib olgandim. Shu kungacha biz shu motorlardan foydalanib kelganmiz, ro'zg'orimizga, mol-molimizni boqqanmiz, birovga xizmat qilganmiz. 2025-yil 15-sentyabr kuni o'zim qarib qoldim. Yoshim 65 ga kirgan, yurolmayman. 2 yo'ldan o'raman. O'g'limga berdim, o'g'lim shu 3 ta bolasini boqib yurdi shu motorlar orqasida. 2025-yil 15-noyabr kuni shahar gayrasi yo'lga to'xtatib, hamma hujjatlarni tekshirdi-da, uka, otangizni qarzi bor davlatdan. Shu qarz uchun taqiq qo'yilgan. Motorni jarima maydonchasiga olib boramiz dedi. Menga telefon qildi o'g'lim. Men aytdim, o'g'lim, men ishchi olgan bo'lmasam, kredit olgan bo'lmasam, bir oy qarz qilib bergan bo'lmasam, evakuatorga o'tirib, olib borib Shahrisabz shu jarima maydonchasiga qo'ydi. Keyin o'sha Salom degan gaya, Salom gaya borib turib, majburiy ijroga uchrasasizlar, majburiy ijro aytadi, qanday chiqqan qarzi deb. Keyin kelib biz asta o'g'lim bilan keyin kechqurunroq taksi yollab Shahrisabz shahar majburiy ijrosiga bordik. Keyin havla kutib oldi, ha bu dedi. Men aytdim, shunaqa menga qarzdor bor ekan dedim. Keyin menga pasportingizni bering dedi, pasportni berdim. Motorni berdi, dokumentini so'radi, motor pasport. Ya bu sizlarga qarzdor yo'q ekan dedi. Sizga ham qarzdor chiqmayapti, motorga ham qarzdor chiqmayapti dedi. Bizga dedi, sizga ishni taqqan qo'yganmiz, qarzdorlik ham yo'q dedi. O'g'lingizga ham o'g'lim pravosini berdi, o'g'limning pravolarga hech narsa yo'q ekan. Ha nima qilay dedim. Endi dedi, shu gayga borasiz dedi. Shu shahar gayasiga bo'lsangiz dedi, shahar gayasida planshetdan ko'rib aytib beradi dedi. Keyin yana biz Shahrisabz gayga keldik. Oradan ancha masofa kelgandan keyin aytdiki, o planshetdan ko'rdida ish raqamini aytdi. Mana shu ish raqami ham mana shu 14 ta bo'lar ekan, mana yozib qo'yman. Mana shu ish raqami bo'yicha dedi, sizga dedi qarzdorlik bor dedi. Ha, men buni qanday bilaman? Qanday ish raqami, kimdan chiqqan, nimadan chiqqan dedim. Yana mas'ul ijroga boring dedi. Keyin mas'ul ijroga yana qaytib oldim. Ular kechasi ham ish ekan. Uka dedim, men kech bo'lsa shuni ko'rib bergan. Bu qarzdorlik qaydan kelib chiqqan? Keyin ular bunday ko'rdida, ya bu dedi, bergan dedi, biz qo'yganimiz yo'q dedi. Keyin kompyuterdan chiqarib berdim, mana bu dedi, Mirishkor tumani qo'ygan sizga dedi. Mana Mirishkor tumani qo'ygan dedi. 180 06 24 002 20 27 28 01 ish raqamini qo'ygan dedi. Ama aytdim, nima deb qo'ygan dedim. Buni dedi, bu dedi, noto'g'ri qo'yibdi dedi. Shahar majburiy ijrosi aytibdi. Nimaga desam, bergan dedi, bu inson dedi, Tilov O'lmas Hasan o'g'li dedi, 2024-yil 3-iyunga bu dedi sud bo'lgan ekan dedi. Sud bo'lish jarayoniga dedi, u ichib tushgan ekan dedi. Ish haqiga nisbatan 25 barobar jarima qo'ygan bo'lgan dedi, 8,5 million dedi. Sudda qaror bilan dedi, 2 aklat qo'ygan dedi, 680, hammasi 9 million 180 ming dedi, u bola ichib tushgan ekan dedi. O'shanga dedi, mana 1,5 million to'lanmagan dedi, ijroga o'tkazgan dedi, ijro dedi, buni undirmagan dedi. Bu harakatga keltirib dedi, sizni motorni unga taqiq qo'yib qo'yibdi dedi. Siz uni olib bergansiz yoki bironta texpasportingizni berganmisiz dedi. Men aytdim, yo'q, men uni ular 200 kilometr bizlar cho'lda yashaydi. Men umrimda u odam bilan gaplashganim ham yo'q, uni taniyman ham, bilmayman ham. Ha nima qilay dedim? Endi bu odam buni majburiyatdan hal qilasiz dedi. Men aytdim, kim qo'yganini aytib bersang bo'lmaydimi dedim. Bu odam shunday gayiga boring, gayisi faqat sotgan qiladi dedi. Gayini planchetiga dedi, qaysi so'zlarga nima maqsad qo'ygan, hammasi bor dedi. Yana qaytib gayiga keldik. U kadar dedi, nima sotgan qilasan? Bir ikkinchi bo'lib nogiron bo'lsam, qiynalsam, taksida yuribman, o'g'lim ham bo'yonimga. Meni so'yibdi. Gayiga keldikda keyin o'sha gayini shu amaliyot bo'limi boshlab borgan, ya bu dedi, mana bu dedi, buni dedi, Mirishkor tumanidan dedi, davlat ijrosi Jamolov Dostonbek Boqodirovich qo'ygan dedi. Jamolov Dostonbek Boqodirovich. Telefon nomeri 97 070 34 70 dedi. O'sha birinchi bo'lgan paytimga aytib bersa bo'lar-ekan, gayi mana shuncha sarson qilib aytganlar. Planshetdan ko'rilgan manasi. U ham mana 3 marta sarson qilib, bor kel, taksiga ber, qiynalib, xullas soat 10 bo'ldi. Keyin shunga men Dushanbaga telefon qildim. Dostonjon dedim, yaxshi muomala qilibdi. Uka, mana shunaqa xatolik bo'libdi dedim. Sandan chiqibdi dedim. Bu men uni tanmayman. Tanmaysizmi bu? Men tanmayman bolani dedi. Tilov O'lmasi dedim. Ha, uni dedi, jarimasi bor ekan dedi. Bega xato bo'libdi, texnik xatolik dedi. Bu dedi, endi dedi, siz dedi
to'g'ri Qarshiga borasiz dedi. Boyagi Qarshini viloyat majburiy ijro byurosining aktiv bo'limi bor dedi. Jonibek degan bola bor dedi. Jonibekka ushlasangiz dedi. Jonibek dedi, shunday chiqarib beradi, bu materialni olib ketaverasiz dedi. Keyin aytdim, o'g'lim dedi, men sanson bermayman. Ikkovimiz bo'lsak, ikkovimizga 300 ming pul ketadi. Shu bitta taksidan meni solib olgan, men qarshi borar edim. Yo'ldan shaxsabizdan qarshi bordim. 12 ga bordim, soat 1 ga. Bu ham abidga chiqib ketib qolgan ekan. Keyin shu Jonibek degan bola soat 2 ga keldi. Uchrashdim. Uka mana shu ish bu texnik xato bo'libdi, baza so'rab olgan dedi. Buni dedi, men chiqarmayman dedi. Qaysi davlat ijrochisi qo'ygan bo'lsa, o'sha chiqaradi dedi. Nima qilish kerak dedim. Men aytdim, uka bo'lmasa Doston bilan gaplashgan dedim. Mana shu milishkolik bilan dedim. Keyin o'sha milishkolikka telefon qildi. Dostonbek dedi, Jamolov Dostonbek dedi. Siz xato qilibsiz dedi. Mana bu oni dedi, materialni shu paloncha shu to'lab bo'lmasa nimasiga jarimasiga qo'shilib qolibdi dedi. Siz dedi respublikaga bildirishni berasiz dedi. Rahbarga ayting dedi. Rahbarga ikkovingiz bildirishni bersangiz respublika buni chiqaradi dedi. Ha bo'ldi qilaman dedi. Keyin aytdim, men Qarshida shaxsan ketaverayman, kun kech bo'lgan. Ya bu ketaveray dedi, men sizga chorshanba kuni nima rezultatni aytaman dedi. Qaytdim, dushanba o'tdi, seshanba o'tdi, chorshanba kuni qilsam nima deydi? Respublika deydi, buni deydi, chiqarmadi deydi. Endi bu deydi, men borib uni uyiga bordim deydi, uyiga deydi, o'zi deydi. Yo'q ekan, Toshkentga ekan deydi. Toshkentga ishlayotgan ekan deydi, shanba kuni kelib pul to'ladi deydi. Endi 15 ga bo'lganda shanba kuni bir hafta o'tibdi, shanba kuni to'laydi dedi. Xabardor bo'lib turing, xursand qilaman dedi. Keyin shanba kuni telefon qilsam aytadiki, "Ya bu deydi, uni ushlab bo'lmaydi" deydi. Endi yo dushanba yo seshanba kuni keling deydi. Men aytdim, nima qilishni bilmadimda to'xtadim, shu boshqa telefon nomerini topay dedim, vaqtdan o'xtatib boshqa chiqdim. Ilhom degan yigit ekan, ismini, familiyasini bilmayman. O'rta boshida men sizni qo'l ostidagi ishlaydigan odam mana shunday xato qilgan. Shuni bir nazoratga oling-da, uka. Meni ishimni hal qilib bering. U mana 1,5 million to'lanmagan. Shu jarima menga 2 kun to'lanib qolmaydi. Bu materiallar mana o'g'lim 3 ta bolasini boqib o'tiribdi. Boshqa joyga yo'q, o'zini band qilgan. Oilasini qo'liga chaqalog'i bor. Men o'zim shunaqa yurolmayman. Bo'ldi, nazoratga olaman bu dedi. Ular dushanba o'tdi, seshanba kuni telefon qilsam telefonni ko'tarmaydi. Dushanbaga aytarkan, "Ama nima qilay" deydi. Men aytdim, "Ya nima qilay deydi? Qilgan xatoing to'g'ri uka. Rahbariyatni tushuntir, respublikaga chiq. Bu iloji bor dedi buni. Yo bu odam to'lamasa bo'lmaygan" deydi. Men aytdim, "Buni men to'lamayman-ku men buni." U ham to'lanmaygan. Ana shunday qilib turib kecha chorshanba kuni dedi. Mana chorshanba kuni ham o'tdi. Kecha yana rahbarga chiqdim. Uka dedim, "Buni nazoratga oling" dedim. Bu men respublikaga tayinlaganman tuzatishga. Qachon tuzatdi? Mana 15 mana 14 kun bo'ldi. 14 kundan beri o'g'lim Madikorga chiqadi. Shular nomni olib kelay balasiga deb turib. Men o'zim mana dori-darmonsiz bitta uyga qolganman, bir joyga bora olmayman. Bu tushunmadim, bu nima qilish kerak? Endi bularni yo o'ta savodsiz deb o'ylayman, yo o'ta ishga mas'uliyatsiz deb o'ylayman. Nima qilishimni bilmadim, oxir sizga murojaat qildim. Endi shu materialni hozir kuniga 20 ming so'mdan mana 15 kun ishlaganimizda 300 ming ishladi. Evakuatorga 350 ming pul so'rayapti. Qarshiga borib kelaman, aqbaqa o'zi qo'pardor tushunsam ham meni olsa kapalikka qo'ygan bir 2 million pulimni ko'chaga yeb bo'ldim. To'g'ri tushuntiring. Musulmonchilik 15 ketdim. Qon bosimi har kuni ko'tariladi. Nima qilish kerak? Go'rga kirib yotolmasam. Ya bu iltimos qilmagan. Telefonlar o'sha baland telefonlar menga bilmasam bu to'lashdi. Ammo to'lanmaydi-ku, mana jarim emas-ku. Men qonun sot olgan materialim, bir joyga birovga bergan bo'lmasam, arandaga bergan bo'lmasam, o'zini farzandim bilan yurtdi, 3 ta bolasini boqib turib. Bu tuzuk muomalasini qilmaydi. 3 marta chiqdim men shu tuman nimasiga, o'sha Ilhom akaga, majburiy ijro bo'ldi rahbariga. Bu tuzuk muomalasini qilmaydi. Men nima qilay? Ya o 1,5 million ben to'latmagansan, menikidan bir 10 kunga 5 kun to'latib berasan. Men ketgan bor, meni maddi zararni sen qoplab berasan. Tuzuk muomalasini qilmaydi. Qanday bolalar, qanday insonlar bilmayman. Bu turishga qanday qilish kerak? Nima qilishim kerak? Oxir sizlarga murojaat qildim. Endi sizlar ijobiy yordam berib, ketgan moddiy ma'naviy zararni qoplab berishga yordam berishingizni iltimos so'rayman.